Salom aziz do'stlar, ismim Asmandiyar Ibragimov. Birinchi video darslikka xush kelibsiz. Va ushbu videoda biz trader kasbi bilan tanishamiz. Demak, trader bu birja ishtirokchisi, moliyaviy bozorlarda oldi-sotdi operatsiyalarini bajaruvchi shaxs. U aksiyalar, obligatsiyalar, fyucherslar, valyuta va boshqa moliyaviy instrumentlar bilan savdo qilishi mumkin. Uning vazifasi turli instrumentlarning narx dinamikasini tahlil qilgan holda narxi o'sishi kutilayotgan aktivlarni aniqlash va ularni arzonroq narxdan sotib olib, so'ng qimmatroq sotish va kurslar orasidagi tafovut evaziga daromad qilishdir. Misol uchun, valyuta bozoridagi trader bir hafta ichida dollarning so'mga nisbatan narxi 100 so'mga o'sishini taxmin qildi va shu zahotiyoq dollarni hozirgi kurs bo'yicha, ya'ni 8600 so'mdan 10000 dollar hajmida sotib oldi. Bu operatsiya uchun trader 86 million so'm sarfladi. Bir hafta o'tgach, traderning taxmini o'zini oqladi va dollarning so'mga nisbatan kursi 8600 dan 8700 gacha ko'tarildi. Endi trader avval sotib olgan 10000 AQSh dollarini qaytib sotib yubordi. 10000 AQSh dollari uchun bozorda traderga yangi narx bo'yicha 87 million so'm to'lashadi. Ko'rib turganingizdek, birgina bitim orqali trader 1 million so'm daromad oldi va ushbu operatsiya uchun ko'p vaqt sarflanmadi. Hozirgi misolda biz birgina so'mga nisbatan bo'lgan operatsiyani ko'rdik. Jahon valyuta bozorida esa 30 dan ortiq eng likvid valyutalar bilan savdo qilish mumkin. Ularning narxlari turli omillar ta'sirida uzluksiz o'zgarib turadi. Aynan shu o'zgarishlarni oldindan tahlil qilgan holda bir hafta ichida o'nlab bitimlar amalga oshirish va narxlar tafovuti evaziga daromad olish mumkin. Hozirgi kunda istalgan kishi brokerlik kompaniyasini tanlab, u orqali jahon moliya bozorlari instrumentlarini tahlil qilishi va savdo operatsiyalarini amalga oshirishi mumkin. Yangi video darsda siz brokerlar va ular taqdim etadigan xizmatlar bilan tanishib olasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videoda uchrashguncha.